Hızır aleyhisselam Bani İsrail bozorlaridan birida yursa, bir odam kelib Allah uchun pul berdi. Hazrat Hızır aleyhisselam yig'lavar edilar. Yo'q pul, bir tiyin yo'q Hızır aleyhisselamda. Pulim yo'q edi-yu, birodar. Allohga iymon keltirgan bo'lsang, Alloh uchun ber. Hazrat Hızır aleyhisselam aytdilar, meni sotgin. Hech pulga olsa olgin, men Alloh uchun deganingda rad qilolmayman. Qul bozoriga olib keldi. Hadi soilni ham qarang haligin. Qul bozoriga olib kelib 400 dirhamga sotdi Hızır aleyhisselamni. Rozimisan dedilar Hızır aleyhisselam. Roziman, Xudoga shukr, haqiqiy yaxshi odam ekansan deb ketdi. O'tiribdilar Hızır aleyhisselam, qari yoshlari, ish buyurmaydi sotib olgan xo'jayin. "Noy yemayman birodar, meni ishlatgin. Men qul bo'lsam, menga ish buyurmasang, men yevursam nima bo'ladi? Men yemayman to ishlamasdan" dedilar. Hızır aleyhisselam Bani İsrail bozorlaridan birida yursa, bir odam kelib Allah uchun pul berdi. Hazrat Hızır